Yandex dastavkada ko'p bo'ladigan muammo va ulardagi vaziyatdan qanaqa qilib chiqib ketish kerakligi bo'yicha gaplashamiz. Birinchisi, dastavka bilan yo'lovchi tashish tariflarida ko'p uchraydigan va yuzaga keladigan holatlardan bittasi o'sha karta ko'rinmay qoladi, B tochkaga boradigan navigator o'chib qoladi. Shunaqa vaziyatda ko'pchilik haydovchilarimizni juda ko'p vaqt yo'qotib, taksi parkka bog'lanishadi yoki bo'lmasam Yandex o'ziga telefon qilishadi. Bu nimadan kelib chiqadi o'zi? Internetdan deb aytishganda, yo'q, internetim yaxshi ishlayapti-yu deb haydovchilar yana so'rashadi. Nimadan to'g'rilab berilaring deb aytishadi. Ya'ni qaranglar, buni birinchi sababini aytaman va oldini olish, ya'ni qanaqa qilib chiqib ketish kerakligini aytib o'taman. Birinchisi, qaysidir bir hududga kelgan vaqtingizda sizlarda internet 2G, 3G ga tushib pasayadi va GPS otib bermaydi ilovada. Shu vaqtda navigator ko'rinmasdan kichkina yozuvda marshrut yuklanmoqda bo'lib qoladi. Va qanchadir masofa bosib o'tganingizdan keyin yana internet o'z soz holatiga kelganda ham marshrut yuklanmay qoldi deb osilib qoladi. Shunaqa vaqtda sizlar ilovani udalit qilib yuborib, qaytadan yuklab olishingiz kerak bo'ladi va 5 minut vaqtingizni oladi. Selfi tekshiruvdan o'tib, yana o'sha buyurtma bo'yicha davom etsanglar bo'ladi. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, dastavka tarifida kuryerlarimizga yana bir maslahat, iloji boricha jo'natuvchidan buyurtmani qabul qilib olayotgan paytingizda ilovani o'zida suratga olish chiqadi va u suratni taksi parkda ko'rinmaydi. Ko'p bo'ladigan holat, qabul qiluvchi nimaga buni ichida kam chiqdi deya so'raydi. Shunda suratni so'rashgan vaqtida taksi park bu suratni olib bera olmaydi. U faqat Yandex o'zida bo'ladi. Iloji boricha sizlar o'zingizlarga ham telefoningizga muhrlab olinglar va jo'natuvchi hamda qabul qiluvchining telefon raqamini olib olinglar. Chunki yana bir ko'p bo'ladigan vaziyati, borasizlar, kutasizlar, qabul qiluvchi chiqmaydi, vaqt yo'qotib kutib turishingizga to'g'ri keladi. Agar shunda ham jo'natuvchidan olib qabul qiluvchini oldiga borganingizda mijoz chiqmadi, ancha vaqtdan beri kutyapsiz. Ilovada qaytarish, ya'ni vazirlat tugmasi chiqadi. Uni bossanglar, ilovani o'zi sizlarga yana jo'natuvchini oldiga navigator chizib beradi, tizim bo'yicha borasizlar va oxirida taksonometr hisoblab beradi narx-navoni. Shunda jo'natuvchi ushbu summani qoplab berishiga to'g'ri keladi. Agar shu vaziyatda jo'natuvchi pulni qoplab bermayman deb aytsa sizlarga, bo'lmasam dastavka tarifida zakazni yopmasdan turib, call centerga telefon qilsanglar, sizlar bilan call center operatorlari bog'lanib gaplashadi va so'ngra ushbu holat bo'yicha tasvirlab berishligi to'g'ri keladi. Yana bir gap, adashtirib o'rmanglar, dastavka tarifida call center gaplashmaydi, faqat yozma ravishda yozishingiz kerak deb aytasizlar. Bilaman, bu videoda o'shaning uchun bu videoni oxirida olib qo'yganman. Zakaz yopilmagan vaqtda call centerga bog'lanilsa, dastavka tarifida operatorlar javob beradi va gaplashadi. Zakaz yopilgandan keyin telefon qilinsa, faqat yozma ravishda deb telefonni o'chirib qo'yadi. E'tiborli bo'linglar shunga.